Ko'pchilik uyda xuddi shunaqa LG kir mashinasini ishlatadi va bu kir mashinada dazmol funksiyasi borligini juda ham ko'pchilik mijozlarimiz bilmaydi. Hozir men bu videoda sizlarga bu dazmol funksiyasini qanaqa ishlatishni to'liq o'rgatib qo'yaman. Oxirgi 6-7 yil ichida ishlab chiqarilayotgan hamma LG kir mashinasida aynan shu funksiya bo'ladi va bu funksiyaning nomi best plug deb ataladi. Qaranglar. Birinchi navbatda kir mashinani xuddi shu joydan yoqib olasizlar. Eslatib o'taman, bu funksiya faqatgina mana shu chap tarafdagi parovoz stirkani hammasida ishlaydi. Kir mashinani yoqib oldinglar, o'zingizga kerakli funksiya, ya'ni turbosh 39 metrga qo'ydinglar. E'tibor beringlar, bu yerda birinchi sensor knopkani bosib turasizlar. 4 sekunddan keyin xuddi mana shunaqa funksiyasi yonadi, ya'ni parovoz funksiya orqali kiyimlarni dazmollab beradi. Bu funksiya nima vazifani bajaradi desanglar, bu funksiyamizda lyoqki glashka, ya'ni yengil dazmol. Kiyimlarni kir mashinaga solganinglardan keyin kir mashinani o'zi yuvadi, chayadi, quritayotgan paytida parovoz funksiya orqali kiyimlarni g'ijimini ketkazadi, ya'ni 30%, 40% yengil dazmol qilib beradi. Va shunda kiyimlar g'ijim bo'lmasdan top-toza chiqadi. Endi siz ham bu funksiyani qanaqa qilib ishlatishni bilasiz. Обязательно o'zingizning kir mashinangizda aynan shu funksiyani sinab ko'ring va kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Bu videoni LG kir mashinasi bor, yaqiningizga yuborib qo'ying va shunaqa foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning profilimizga obuna bo'lib qo'ying.